qirtib yuradi ko'pchilik ustalar. Bu to'g'risi, fakt-da bu. Usta uyingizga kelganda toza kiyimda hamma kerakli asboblari bilan kelsa, siz uchun bu qulay bo'larmidi? Bu idealniy bo'lardi. Lekin hozirda ko'pchilik ustalar yaxshi kiyinmaydi, o'ziga qaramaydi. Bir xillar keladi, kiyimi yirtuq bo'ladi. O'ziga qaramagan uchun, masalan, uyda ayol kishi bilan boshqa o'zimizga ham noto'g'ri-da bu. Shuning uchun qancha yaxshi kiyinib, o'ziga qarab beradigan ustalar bo'lsa, ularga oshi bilan pul berardi. O'zim ishim ham yaxshi bitardi, shunga qarab. Bu sizga kichkina sovg'amiz. Rahmat. Yo'q, qulay bo'lmaydi, zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Albatta yaxshi. Toza bo'lib tursa, Undan ham qulay bo'ladi. Undan ham yana ham qulay bo'ladi. Rahmat bo'ladi. Qulay bo'ladi. Qulay bo'ladi. Eng qulayi shuki. yaxshi bo'ladi. Mana siz o'zi bilan. Ha, qulay bo'ladi. Yo, albatta, aniq usta o'zi ham o'zi nima instrument berish kerak albatta. Charchamayman. Ho'p, rahmat.